Assalomu alaykum. Bugun biz qadimgi davrlarda qirol yong'og'i deb nom olgan yong'oq haqida gaplashamiz. Qadimgi Bobil va Forsda yong'oq oddiy odamlar uchun qimmatbaho mahsulot va shohona taom hisoblangan. Yong'oq juda foydali ekanligini hamma bilsa kerak. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, yong'oqning bu turi hamda ba'zi zararli xususiyatlari, uning ayollar va erkaklar uchun alohida foydalari, shuningdek, qanday qilib yong'oqni to'g'ri tanlash va saqlash haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Xorijiy davlatlarda greklar yong'og'i deb ataladigan bu mahsulot tarkibida ko'plab vitaminlar mavjud. B, B12, A, D, C, E, K, to'yinmagan yog'li kislotalar, omega 3 va omega 6, fosfor, marganец, kaliy, magniy, kobalt va boshqa ko'plab foydali moddalar hamda mikroelementlar shular jumlasidandir. Yong'oq 17% oqsilni o'z ichiga oladi. Bu vegetarianlar va ularning parhezlarida ajralmas qismdir. Yong'oq tarkibida inson tanasi tomonidan o'z-o'zidan sintez qilinmaydigan va miya, yurak, jigar hamda boshqa a'zolar sog'ligi uchun zarur bo'lgan ko'p miqdordagi to'yinmagan yog'li kislotalar mavjud. Uning yog'ida regeneratsiya qiluvchi va yallig'lanishga qarshi hamda bakteriyalarni o'ldirish xususiyatlari ham bor. Yong'oq immun tizimini kuchaytiradi va kasallik bilan kurashish uchun organizmda zaxiralarni ko'paytiradi. Bu mahsulot homilador ayollarning charchashini oldini oladi, nurlanishdan himoya qiladi, xotirani yaxshilaydi va boshqa kasalliklarda asabiy taranglikni yengillashtiradi. Shuningdek, u immunitetni ham mustahkamlaydi. Sababi yong'oq tarkibida antioksidantlar ko'p. Sovuq mavsumda o'zingizni ko'plab kasalliklardan himoya qilish uchun kunlik ovqatlanishingizga yong'oqni qo'shing. Yong'oq yurakning holatini ham yaxshilashni bilarmidingiz? Omega 3 iste'mol qilish sizning yuragingiz salomatligi qanday bo'lishiga bevosita bog'liq. Ko'p hollarda yong'oq yurak qon tomir tizimini yaxshilaydi, tomirlarni tozalaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, qondagi xolesterin miqdorini zarur darajada ushlab turadi va ko'plab kasalliklar xavfini kamaytiradi. 12 yillik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yong'oqdan foydalanish diabet va yurak qon tomir kasalliklarining sababchisi hisoblangan metabolik sindrom xavfini kamaytiradi. Olimlar tadqiqot o'tkazishdi. Unda har kunda 2 ta yoki 56 gram yong'oq iste'mol qilinishidan hayratlanarli natijalarga erishildi. Ma'lum bo'lishicha, mahsulotning bunday oz miqdori ham yurak qon tomir tizimiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ortiqcha vazndan xalos qiladi va yurak faoliyatini qo'llaydi. Yong'oq insulinga ham ta'sir qiladi hamda qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Yong'oq bilan kamqonlikni davolash. Yong'oq tarkibida temir va sink mavjud bo'lib, bu mazkur mahsulot qonda gemoglobin yetishmasligi bilan faol kurashadi deganidir. Shu bilan birga u saraton hujayralari paydo bo'lishining ham oldini oladi. Ba'zi tajribalar shuni ko'rsatdiki, yong'oq tabiiy saraton kasalligini davolash uchun parhezning bir qismi hisoblanadi. 1913-yilda bir olim yong'oq chindan ham saraton o'smasi shakllanishini kamaytirishi mumkinmi yoki yo'qligini sichqonlarda sinab ko'rdi. Ular yong'oq parhezi aslida saraton hujayralari bilan kurashishga qodir ekanligini va ba'zi hollarda o'simta hattoki o't pufagidagi toshlarni ham kamaytirganini bilib hayron qolishdi. 20 yil davomida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra 20 milliondan ortiq odam orasida haftasiga 150 grammdan ortiq yong'oq iste'mol qilgan ayollarda o't pufagini olib tashlash operatsiyalari xavfi ancha past bo'lgan. Yong'oq xotira uchun. Bilasizmi, yong'oq qarishni to'xtata olar ekan. Omega 3 yog' kislotalari nafaqat xotirani yaxshilaydi, balki umuman organizmning hayotiy vazifasini oshiradi. Ammo biron bir sababga ko'ra ushbu mahsulotni ovqatlanish ratsioniga kiritmaydigan odamlarda shunchaki muddatidan oldin qarish xavfi bor. Ular muntazam ravishda bosh og'rig'i va depressiyasi hamda Alzheimer kasalligi xavfi ostida bo'lishi mumkin. Bolalar uchun omega 3 manbai. Yong'oq tanadagi suyak to'qimasining rivojlanishiga va bolalarda chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Hamma bolalar ham baliqni yoqtirmaydi, lekin tanaga kerakli miqdordagi omega 3 yetkazilishi kerak. Bunda bizga yong'oq yordamga keladi. Kattalar uchun omega 3 manbai.
Greklar yong'og'i bilan solishtirilganda baliq odamning kunlik ozuqaviy ehtiyojini ta'minlay olmas ekan. Aniqrog'i, ozuqaviy ehtiyojini ta'minlashi mumkin, lekin buning uchun juda ko'p baliq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Yong'oqqa keladigan bo'lsak, omega 3 ning kunlik me'yorini olish uchun kuniga uning minimal miqdorini iste'mol qilish kifoya ekan. Bunda faqat yong'oqlarga suyanib qolish tavsiya etilmaydi. Yaxshi hazm bo'lishi uchun ularni quritilgan mevalar bilan aralashtirgan holda iste'mol qilish mumkin. Yong'oq astma va ekzemadan aziyat chekadiganlar uchun yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Bunday kasalliklarda ularning ovqatiga yong'oq qo'shish tavsiya etiladi. Chunki bu mahsulot tarkibida kerakli miqdordagi yog' kislotasi mavjud bo'lib, bu yallig'lanish jarayonini yengillashtiradi, uyquni normallashtiradi va stressni kamaytiradi. Yong'oq tarkibidagi melatonin uyqusizlikka qarshi kurashishda yordam beradi. Bundan tashqari, omega 3 yog' kislotalari qon bosimini tartibga soladi va suyaklarni mustahkamlashga yordam beradi. Yong'oq tarkibida yog'li alfa-linolinik kislota mavjud. Bu suyaklarni sog'lom saqlash uchun juda muhimdir. Bundan tashqari yong'oq iste'moli bo'g'im og'rig'ini kamaytirishi ham mumkin. Grek yong'og'i ichki a'zolar uchun ajoyib tozalovchi vosita hisoblanadi. U oshqozon ichak tizimini parazitlardan mukammal darajada tozalay oladi. Ammo bu maqsadda mahsulotni ko'p miqdorda ishlatish tavsiya qilinmaydi. Bavosil kasalligida yong'oqning foydasi. Bavosil qabziyatning rivojlanishi oqibatida paydo bo'ladi. U qon ketishining yanada rivojlanishi bilan varikoz tomir tugunlarining shikastlanishiga olib keladi. Yong'oq tarkibida to'qimalar va tabiiy yog'lar ko'p. U ichakni harakatga keltirish vazifasini faollashtirishga yordam beradi. Yengil ta'sir ichakning muntazam ravishdagi faoliyatini va to'g'ri ichakning qon tomirlariga bosimini pasaytiradi. Shuningdek, yong'oqlar regeneratsiya qiluvchi va tiklovchi xususiyatga ham ega. Bu esa mayda yoriqlar va to'g'ri ichak shilliq qavatiga zarar yetkazuvchi omillarni davolashga yordam beradi. Yong'oqning nojo'ya ta'sirlari va qo'llash mumkin bo'lmagan holatlari. Yong'oqni quruq va iliq joyda noto'g'ri saqlash undagi yog' kislotalarining oksidlanishiga va miqdori pasayishiga olib keladi. Bu esa zamburug' infeksiyasini keltirib chiqaradi. Yong'oqlarda bakteriyalar rivojlanishi mumkin. Shuning uchun agar siz yong'oq po'stlog'i ichida kamida bitta mog'orlangan mag'izni topsangiz, qolganini albatta tashlab yuboring. Yong'oq allergik reaksiyalarni ham keltirib chiqaradi. Amerika saraton kasalligi jamiyatining tadqiqotlariga ko'ra, har qanday yong'oqqa allergiyasi bor bo'lgan insonlar grek yong'og'ini ham parhezidan chiqarib tashlashi kerak. Yong'oqning dori iste'moliga salbiy ta'siri. Yong'oqni shifokorlar qo'shimcha foydali parhez sifatida tan olishlariga qaramay, ko'plab mutaxassislar biron bir dori qabul qilayotganda uning iste'molini cheklashadi. Chunki yong'oq tarkibidagi ba'zi moddalar dorilar ta'siriga to'sqinlik qilishi mumkin. Yong'oq teri saratonini paydo qilishi mumkin. Ba'zi odamlar ekzema yoki teri toshmalarini yong'oq moyini teriga surtish orqali davolashni afzal ko'rishadi. Bu katta xato. Tarkibida yong'oq bo'lgan kimyoviy birikma zaharli va uni teriga tez-tez surtish terining saratoniga olib kelishi mumkin. Bundan albatta ehtiyot bo'ling. Shuningdek, u jigar va buyrakning shikastlanishiga olib keladi. Yong'oqning me'yordan ortiq iste'moli oxir-oqibat buyrak va jigar faoliyatining buzilishiga olib keladi. Bu esa teri toshmalarini qo'zg'atadi. Bu holat yong'oqlarda kimyoviy birikmalar mavjudligi bilan bog'liq. Ushbu birikmalar ayniqsa terini juda bezovta qilib, ko'pincha kuyish va qattiq qichishishni keltirib chiqarishi mumkin. Yong'oqni qanday qilib saqlash va tanlash kerak? Yong'oqni po'stlog'i tozalanmagan holda sotib olish yaxshiroqdir. U yengil va bir xil rangga ega bo'lishi kerak. Silkitganda esa ichida o'ynamasligi lozim. Sababi bu uning qurib qolganligidan dalolat beradi. Tozalangan yong'oq mag'ziga zamburug'lar va bakteriyalar tez ta'sir qiladi. Shuning uchun ular juda qisqa vaqt davomida saqlanadi. Bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida ishlab chiqaruvchilar ko'pincha yong'oq mag'ziga kimyoviy moddalar bilan ishlov berishadi. Yong'oq mag'zi yopiq shisha idishda, salqin joyda 1 oydan ko'p bo'lmagan vaqt ichida saqlanadi. Quruq joyda esa yong'oqni qobig'i bilan 1 yilgacha saqlab
saqlash mumkin. Eng asosiysi, yong'oqdan aziyat chekmaslik va undan organizm uchun imkon boricha foyda olishdir. Buning uchun uni to'g'ri qo'llash va me'yoridan ortiqcha iste'mol qilmaslik kerak. Shuning bilan videoni yakunlaymiz. Kanalda sabzavot va mevalarning foydasi va zarari, shuningdek kasalliklar hamda ularni davolash usullari haqida ko'plab qiziqarli videolarni topishingiz mumkin. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, uni oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Siz bilan Doktor Uz kanali bo'ldi.